Gvardiola avtogol urib qo'ygan Husanov haqida nimalar dedi? Afsuski, Abduqodir Husanov ikkinchi marotaba Manchester Cityga, o'z terma jamoasiga, ya'ni o'z klubiga 2 bor gol urib qo'ydi, avtogol. Endi nima ham derdik? Yosh futbolchimiz yaxshi o'ynadi, ayniqsa himoyachilarimiz aql bilan harakat qildi, dedi Pep Guardiola. Ruben Dias va Abduqodir Husanov fantastik darajada o'ynadi. Biz bunday o'yinlarni juda ham orzu qilib kutgan edik, deydi Pep Guardiola ta'na qilib gapirdi o'z intervyusida. Keyingi o'yinlarda Abduqodir Husanovga omad tilaymiz. Agarda keyingi o'yinlarga ham avtogol urib qo'ysa, bilmadim nima bo'ladi. O'z fikr mulohazalaringizni kommentariyamizga yozing. Xayr, salomat bo'ling.